Ana endi navbatdagi bo'limimiz to'plamlar kesishmasi. To'plamlar kesishmasi nima deydi? Ya'ni mana bu yerda A to'plam va mana bu yerda B to'plam berilgan bo'lsa, A va B to'plam. To'plamlar kesishmasi A kesishma B shaklida yoziladi. Ya'ni to'plam kesishmasi deganda nima qiladigan bo'lsak, to'plamlar birlashmasida hamma joyini oladigan bo'lsak, ana endi to'plamlar kesishmasida ikkalasida ham bor bo'lgan umumiy joyni olishimiz kerak. Ya'ni ikkala to'plamga ham kirib turgan umumiy joyi mana shu yer. Mana shu qismi A va B to'plamlarining kesishmasi deb aytiladi. Ana endi bu bo'limimizning bir qancha misollarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi misolimiz. Birinchi misolimizda A to'plam berilgan. 1 2 3 4 5 7 9 14. B to'plam berilgan. 12 15 6 va 8. Bu yerda so'rab qo'yibdi A kesishma B. Ya'ni A va B to'plamlarining kesishmasini topishimiz kerak. Mana endi e'tibor beraylik, boya aytdik, to'plamlarning kesishmasi degani ikkalasida borlarni umumiysini olishimiz kerak. Mana bu to'plam elementlar soniga e'tibor beraylik. Ikkalasida ham takrorlangan to'plamlar elementlar bormi? Ya'ni 1 A'da bor, lekin B'da yo'q. Shunday bir elementlarni topishimiz kerak, ikkala to'plamda ham bo'lishi kerak. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, A to'plamlar bundan iborat, bu to'plamlar elementlari mana bu sonlardan iborat. Qaraylik, bir-birida takrorlangan elementlar yo'q. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, A va B to'plamlar birlashmasi bo'sh to'plamdan iborat bo'ladi ekan. Ana endi navbatdagi misolimiz. Bu yerda aytadi A to'plam x kvadrat kichik yoki teng 4 x tegishli r. B to'plam x kvadrat katta 4 va bu yerda ham x tegishli r. Yana shu A kesishma B, ya'ni to'plamlar kesishmasini topishimiz kerak. Qaraydigan bo'lsak, A to'plamning elementlarini topadigan bo'lsak, mana bu tengsizlikda yechimi. A to'plam elementlari x kvadrat kichik yoki teng 4 dan x kvadrat minus 4 kichik yoki teng 0 dan x minus 2 x plus 2 kichik yoki teng 0. Demak, bu to'plamimiz yechimlari mana shunday holatda tursin. Ikkinchi to'plamimiz x kvadrat minus 4. X kvadrat minus 4 katta 0 dan, ya'ni 4 ni bu tarafga olib o'tdik, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, x minus 2 x plus 2 katta 0. Ana endi ikkala to'plamni kesishtiradigan bo'lsak, bu to'plamni interval ko'rinishida yozib olamiz. Bu yerda minus 2 dan 2 gacha 0 dan kattalari kerak. Demak, mana bu yechimlar, mana bu joylar yechim bo'ladi. Ikkinchisida esa e'tibor beraylik, bu tegishsiz edi. Ikkinchisida ham minus 2 dan 2 gacha, lekin farqi bu yerda tegishli. Minus 2 bilan 2. Va bu yerda kichiklari. Bu to'plamga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkisi uchun ham bo'yalgan umumiy soha yo'q. Ya'ni undan xulosa qiladigan bo'lsak, demak, bu A va bu to'plamlar kesishmasi ham bo'sh to'plamdan iborat bo'ladi ekan. Navbatdagi misolimiz mana shu to'plam berilgan va bu yerda misolning sharti A kesishma B kesishmasi. Ya'ni uchala to'plamni ham kesishmasini topishimiz kerak. Uchala to'plamning ham kesishmasini topish degani element jihatdan ishlaydigan, qaraydigan bo'lsak, uchala to'plamda ham takrorlangan element degani yoki chizma jihatdan ko'radigan bo'lsak, uchala to'plamni ham birlashgan joyi. Bu to'plamimizga e'tibor beradigan bo'lsak, uchala to'plamni ham kesishgan joyi mana shu yer bo'lib turibdi. Ya'ni to'plamning mana shu qismi uchala to'plamning ham tarkibida bor. Ya'ni A element deb oladigan bo'lsak, A element B ga ham tegishli, A element A ga ham tegishli va A element C ga ham tegishli. Demak, to'plamlarning uchta to'plam kesishmasi mana shu yeri bo'ladi ekan.